Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Kecha xona gullarini issiqdan asrashni 3 ta yechimi haqida gaplashdik. Menimcha 3-yechim hammaga ma'qul bo'ldi. Ya'ni xona gullarimizga har kuni 2 mahal shu yozda suv purkash, ertalab va kechki payt. Kim shu videoni ko'rmagan bo'lsa, albatta ko'ringlar, hammasi batafsil tushuntirilgan. Biz har kuni xona gullarimizga oddiy suv sepamiz va bir haftada bir marta shu suvga oziqa aralashtirib sepamiz. Faqat oziqa tabiiy organik oziqa bo'lishi kerak. Misol uchun bu gumatkaliya bo'lishi mumkin, jiddiy biogumus, Baykal mana Agremun, Chudapshik ishlatsa bo'ladi. Nimaga aynan tabiiy organik oziqalarni ishlatish kerak? Chunki bu oziqalarning tarkibida tabiiy aminokislotalar, guminova fluviy kislotalar bo'ladi. Bu kislotalar o'simlikning issiqga chidamliligini, kurashuvchanligini oshiradi, o'simlikning immunitetini oshiradi va issiqda bo'ladigan har xil stresslarni oldini oladi. Albatta bir haftada bir marta shu qolgan yozni 2 oyda ishlatib turinglar. Shunda xona gullaringlar xudo xolisa juda ham chiroyli bo'ladi va yozdan eson-omon chiqib oladi. Hozir men sizlarga bularni har birini tayyorlash va ishlatishni ko'rsatib beraman. Do'stlar, o'zi tabiiy organik oziqalarni tayyorlayotganda me'yorini ozgincha oshirib olsanglar, buni o'simlikka hech qanaqa zarar yo'q, chunki bu oziqalar o'simlikning bargini, ildizini kuydirmaydi. Lekin baribir me'yoriga ehtiyot bo'lishinglar kerak. Agar juda ham oshirib olsanglar, zarari bo'lishi mumkin. Birinchi bo'lib men sizlarga gumatkaliyani tayyorlashni, ishlatishni ko'rsatib beraman. Gumatkaliyani me'yori 1 litr suvga 10 mg solasizlar. 10 mg eng oson yo'li shpritsda o'lchab olish. Misol uchun mana 2 mg lik shpritsingiz bo'lsa, shundan 5 ta solasizlar. Endi meni butun shpritsim yo'q edi. Bunda men sizlarga hozir ko'rsatib bera olmayman. Buni tepasi yo'q. Obunachilarimiz buni yaxshi bilishadi, nimaga ishlatishimni. O'zim men har doim gumatkaliyani ko'z bilan o'lchab olaman. Unaqa shprits yordamida o'lchamayman va hech qachon adashmayman. Hozir sizlarga ham ko'rsatib beraman, lekin sizlar iloji bo'lsa shpritsda o'lchanglar. Ozgincha solsak, rangi o'zi ozgincha jigarliroq bo'lsa, shuni o'zi yetadi. Mana do'stlar, shuncha solsak yetadi. Hozir men buni aralashtirib ko'raman. Agar ozgincha ochroq bo'lsa, yana solaman. Boshqa solmadim, shuni o'zi yetarli bo'ldi. O'zi kitobida yozilgani bo'yicha rangi achchiq qora choydek bo'lganda, demak ishlatsanglar bo'ladi. Agar rangi juda ham qora bo'lib ketadigan bo'lsa, demak me'yori oshib ketgan. Mana men sizlarga yorug'da ko'rsataman, rangi achchiq qora choydek bo'ldi. Buni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Do'stlar, biz gumatkaliyani aytganimdek sepib ishlatamiz. Bir haftada bir marta sep tursanglar, xona gullaringlar mazza qiladi. Yana bitta narsani alohida aytishim kerak. Gumatkaliyadan tashqari gumat natriy, gumat ammoniya degani bor. Ular xona gullari uchun bo'lmaydi. Do'stlar, o'zi biz Telegram kanalimizda shu mavzuda batafsil gaplashyapmiz. O'sha qanaqasi mumkin, qanaqasi mumkin emas, qanaqa tanlash kerak, qayerdan sotib olish mumkin, hammasini gaplashganmiz. Kirsanglar hammasini bilib olasizlar. Do'stlar, endi men sizlarga Agremunni tayyorlashni va ishlatishni ko'rsatib beraman. Bu ham tabiiy organik oziqa, juda ham samarali, zo'r natija beradigan oziqa. Obunachilarimiz yaxshi bilishadi, juda barakali va nisbatan arzon oziqa. Buni tayyorlash me'yori 1 litr suvga 50 mg solasizlar. Mana menda 50 mg lik idish bor. Sizlarda ham agar shunaqa idish bo'lsa, o'lchab olsanglar bo'ladi. Yoki bir kattaroq shprits olsanglar, misol uchun 5 ml lik shprits olsanglar, shu 5 ml lik shpritsdan 10 ta solasizlar. Mana bizda 50 ml lik idish. Shunga birinchi sov olamiz. To'ldirib solamiz va keyin buni 1 litr suvga solamiz. Juda ham to'lib ketdi. Buni idishga to'kib yuboraman ozginchasini. Mana do'stlar, endi 1 litr suvga solamiz. Buni rangi juda ham to'q bo'lmaydi. Mana shunaqa bo'ladi. Do'stlar, mana oziqamiz tayyor. Buni biz yaxshilab aralashtirib yubordik. Endi xona gulimizga sepib chiqamiz. Mana kattaroq gulimizga sepamiz. Buni ham mana xuddi shunaqa bir haftada bir marta sep tursanglar, xona gullaringlar mazza qiladi. Do'stlar, faqat noto'g'ri tushunmanglar. Hamma oziqani bermaysizlar. Shu organik oziqalardan bittasini tanlab, o'shani har hafta berasizlar. Yoki misol uchun bugun Agremun bersanglar, keyingi hafta gumatkaliya berishingiz mumkin. Undan keyingi hafta Chudapshik ishlatishingiz mumkin. Yoki bittasini har hafta ishlatishingiz mumkin. Misol uchun buni bugun ishlatib, buni ertaga ishlatmaysizlar. Bittasini tanlab shuni ishlatasizlar. Mana shunday qilib sep tursanglar, xona gullaringlar mazza qiladi. Bir haftada bir marta albatta organik oziqani sep turinglar. Bu yozda juda ham foyda. Do'stlar, 3-chi ko'rsatmoqchi bo'lgan oziqam, buni nomi Chudapshik. Bu ham tabiiy organik oziqa. Bu tayyor oziqa hisoblanadi. Xona gullari uchun maxsus chiqarilgan. Buni shundoq xona gullaringlarga sepsanglar bo'ladi. Faqat ishlatishdan oldin buni ozgincha chayqatib olishinglar kerak, chunki buni cho'kadigan odati bor, suv oqarib qoladi. Yaxshilab chayqatib olasizlar, keyin xona gullaringlarga har hafta sep turasizlar. Juda ham zo'r oziqa.
o'zim hozir shuni ishlatolman, juda ham natijasi yoqyapti. Do'stlar, siz Chudo Pshipka va Agroimmunni uzum marketdan xarid qilsanglar ham bo'ladi. Narxlari juda ham arzon. Buni kichkinasi 15 ming turadi, shu holati 30 ming so'm turadi. Bu sizlarga anchaga yetadi. Bu ham juda ham arzon, bu juda ham barakali. Xohlasanglar buni, xohlasanglar buni olinglar. Zo'r oziqalar. Gumat kalyani sizlar xohlagan agrodo'kondan yoki gul bozorlaridan topsanglar ham bo'ladi. Bu ham juda ham ommabop oziqa. Do'stlar, albatta hammasini olmasanglar ham bitta oziqani olib, shu 2 oy davomida ishlatinglar. Xonagularinglar xudo xolasa yozdan zo'r chiqib oladi. Va men sizlarga maslahat beraman, shu videoni birinchi izohida men Telegram kanalimni qoldiraman. Shu Telegram kanaliga kirsanglar, shu oziqalar haqida batafsil ma'lumotlarni topasizlar. Va birinchi izohda men uzumni silkasini qoldiraman. Shu silka orqali kirib, bu oziqalarni xarid qilsanglar bo'ladi. Do'stlar, mana men sizlarga shuni ko'rsatib berdim. Bu oziqalarning o'rniga aytganimdek, xohlasanglar Jidki Biagumus, xohlasanglar Baykal M ham ishlatsanglar bo'ladi. Do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha.